Hammaga assalomu alaykum. Demak, TestChoose yana bir foydali video darsiga xush kelibsizlar. Demak, bugungi darsimizda biz TestChoose platformasining to'lov qismi bilan tanishamiz. Demak, ketdik. To'lov qismi uchun, to'lov qilish uchun albatta to'lov bo'limiga bosishimiz kerak. Demak, to'lov qismiga bosamiz. Xo'p. To'lov qismi mana shunday menyudan iborat bo'lib, bu yerda asosiy yillik tarifning narxi 99 ming so'm bo'lib, buning ichiga nimalar kiradi deyishingiz mumkin. Xo'p. Bir martalik 99 ming so'mlik to'lovning evaziga siz mana bu yerdagilarning barchasiga dostуп olasiz. Ya'ni mana bu yerda 100 ta test kitobchasini yaratish, cheksiz titul yaratish, 100 ta onlayn test yaratish, cheksiz guruh va talabalar bazasi, testlarni ulashish, hisobotlar yaratish, natijalarni ko'rish imkoniyati, 25 ta sun'iy intellekt yordamida savollar, 25 ta PDF dan Wordga o'tkazish, cheksiz test savollar bazasini yaratish, savollarni ko'chirish va ulashish, hatto savollarni tuzatish, do'kon bo'limidan foydalanish. Bularning barchasi siz faqatgina bir marta to'lov qilasiz, ya'ni 99 ming so'm to'lov qilasiz. Bu 1 yillik hisoblanadi, ya'ni sizga bu 1 yil davomida bular bepul bo'ladi. Faqatgina mana bu yerdagi limitlarni siz o'zingizning ehtiyojingizdan kelib chiqqan holda sotib olishingiz mumkin. Ya'ni 99 ming so'm to'lov qilganingizda siz mana shu narsalarga ega bo'lasiz. Lekin agarda sizda mana bu limitlar tugab qoladigan bo'lsa, keyinchalik yana o'zingizning ehtiyojingizga qarab turib yana bemalol sotib olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Sizning limitlaringiz qancha qolmaganingizni mana bu yerdagi bo'limlarda bemalol tekshirib turishingiz mumkin. Ana shunga qarab turib siz bilsangiz bo'ladi. Hozir sizda qaysi bo'limga qancha limit borligini bilib tursangiz bo'ladi. Agarda siz limitlarni pro tarifini sotib olgan bo'lsangiz, limitlar bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu bo'limga qaytib turib, shu joyning o'zidan mana bu yerda o'zingizga kerakli bo'lgan ehtiyojni bossangiz, misol uchun 200 ta test kitobchasi kerak bo'lishi mumkin, onlayn test yaratish ham 200 ta kerak bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt yordamida 100 ta test yaratmoqchisiz, balki 125 tadir. PDF dan Wordga o'tkazishda misol uchun sizga 75 ta kerak bo'lishi mumkin. Aynan shu narsalarni bosganingizdan so'ng sizga bu avtomatik narxni hisoblab beradi. Hozir buni ichiga, ya'ni bu shuncha bir ikkita narsa qo'shdik, lekin bu 134 ming so'm hisoblayapti. Buni ichidagi 99 ming so'm faqatgina mana bularga ichiga nima qiladi. Hozir ko'rib turganingizdek narx 134 ming so'm bo'ldi. Ya'ni 134 ming so'mdagi, ya'ni to'g'riroq bu yerda hozir 35 ming so'm to'layapmiz, 99 ming so'm. Mana bu narsalar uchun qolgan 35 ming so'm esa mana bu yerdagi limitlar uchun to'lanyapti. Ya'ni siz mana bu 35 ming so'mni xohlagan paytingiz kelib to'lashingiz mumkin. Ya'ni to'lashingiz mumkin deganda, agar sizda limitlaringiz tugab qolgan bo'lsa, kelib qaytib bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan limitlarni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Va siz to'lov qilganingizdan so'ng sizda mana bunday menyu yo'qoladigan bo'ladi. Hozir bu narsani birgalikda tekshiramiz. Demak, bizga mana shuncha testlar kerak bo'ladigan bo'lsa, keling hozir to'lov qilamiz. Demak, to'lov sahifasiga bosamiz. Va to'lov bizning shartnomamiz bor. Klik maxsus ofitsial Klik kompaniyasi bilan shartnomamiz bor. Bu yerda hech qanaqa qo'rqadigan joyingiz yo'q. Ya'ni siz o'ylashingiz mumkin, karta danlarimni kiritsam yoki nomerimni beradigan bo'lsam, menga kod kelsa, bularga aytadigan bo'lsam, mening pullarimni yechib olishadi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida unaqa emas. Biz Klik bilan rasmiy shartnomamiz mavjud bo'lib, barcha huquqlar himoyalangan. Ya'ni o'tkazilayotgan to'lovlarning barchasi Klik tomonidan muhofaza qilinadi. Ya'ni to'lovni siz qanday qilishingiz mumkin? To'lovni siz xohlasangiz telefon raqamingiz, ya'ni Klikdan ro'yxatda o'tgan telefon raqamingizni kiritish orqali yoki mana bu yerga kartangizning danlarini kiritgan holda to'lov qilishingiz mumkin. Hozir men to'lov qilganimdan so'ng videoni davom ettiraman. Demak, to'lov qilib qaytganimdan so'ng ko'rib turganingizdek bu yerda narx kamaygan, narx yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni bu yerdagi limitlar ham nolga tushdi va mana bu yerdagi 99 ming so'm, ya'ni yillik 99 ming so'm deb yozilgan limit ham bu yerdan ketdi. Ya'ni men hozir to'lov qildim va men pro tarifiga o'tdim. Tasavvur qiling, endi menda to'lov qilgandan so'ng bularning barchasiga dostуп bo'ladi, ya'ni bu narsani qila olaman. Lekin tasavvur qiling, mening limitlarim tugab qoldi. Ya'ni mana bu yerda testlarimning barchasi limitlari tugab qoldi. Shunaqa paytda men nima qilishim mumkin? Bu yerga kelaman. Misol uchun menga 200 ta test kitobchasini yaratish uchun limit kerak. Va yana 200 ta onlayn test yaratish uchun limit kerak. Sun'iy intellekt yordamida menga 100 ta test yaratishim kerak va PDF dan Wordga o'tkazish bo'yicha misol uchun 50 ta kerak. Va bularning barchasini men 55 ming so'm evaziga sotib olishim mumkin. Ya'ni 55 ming so'm evaziga bularning barchasini sotib olaman. Qachonki bu limitlar menda tugaydigan bo'lsa, yana qaytib mana shu yerda o'zimga kerakli limitni yozadigan bo'lsam, bemalol o'zimga kerakli limitni sotib olib, bemalol yana qaytib ishlatishim mumkin bo'ladi. To'lov qilish aynan shu tarzda davom etadi. Platformani siz albatta 3 ta tilda ishlatishingiz mumkin. Demak, bu yerda o'zbek tili, ingliz tili va rus tillari mavjud. Qaysi til sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu yerda o'zingizga kerakli bo'lgan tilda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi videomizda sizlar bilan to'lov qilishni ko'rib chiqdik. Boshqa foydali videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, resurs bo'limiga o'ting va bu yerdagi yo'riqnoma tugmasiga bosadigan bo'lsangiz, bu yerda yana boshqa foydali videolar mavjud. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta qolgan videolarni ham ko'rib, loyihamizni qo'llab-quvvatlash maqsadida ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.